Bugungi mavzuyimiz kelajak kasblari haqida. Kelajak kasblari bu ilm-fan, texnologiya va jamiyat ehtiyojlari rivojlanishi natijasida paydo bo'layotgan yoki yaqin kelajakda eng talabgor bo'lishi kutilayotgan kasblardir. Hozirgi zamonda raqamlashtirish jarayoni tezlashib, sun'iy intellekt, internet texnologiyalari, robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar hayotimizning barcha sohalariga kirib kelmoqda. Bu esa mehnat bozoriga o'zgarishlarga sabab bo'lib, yangi kasblarning shakllanishiga olib kelmoqda. Avvallari mavjud bo'lgan ko'plab kasblar qo'l mehnati yoki oddiy texnik vositalarga asoslangan bo'lsa, bugungi kunda ular zamonaviy texnologiyalar bilan almashmoqda. Masalan, ishlab chiqarishda robotlar ishlatilmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida esa raqamli platformalar keng qo'llanilmoqda. Ayrim kasblarga ehtiyoj kamayib, yuqori malaka talab qiladigan yangi kasblar paydo bo'lmoqda. Ular doimiy ravishda yangilanib boradi. Mutaxassislar yangi bilimlarni o'rganib borishi, texnologiyalarni moslashishi kerak. Bunday kasblar uchun matematika, informatika, chet tillarini tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyati va ijodkorlik muhim hisoblanadi. Yoshlar kelajak kasblarga tayyorlanish uchun hozirdanoq puxta bilim olishlari, kitob o'qishlari, qo'shimcha kurslarda qatnashishlari va o'z qobiliyatlarini rivojlantirishlari zarur. Kasb tanlashda insonning qiziqishi, maqsadi va jamiyatga foyda keltirishga istagi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kelajak kasblarning asosiy yo'nalishlari bir nechta sohalarni qamrab oladi. Avvalo, axborot texnologiyalari sohasini misol qilish mumkin. Dasturchilar, sun'iy intellekt mutaxassislari, ma'lumotlar, tahlilchilar va kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar yangi dasturlar yaratadi, ma'lumotlarni himoya qiladi va texnologiyalarni rivojlantiradi. Ikkinchi yo'nalish muhandislik va robototexnika bo'lib, bu sohada robotlar ishlab chiqish, avtomatlashtirilgan tizimlarni boshqarish va ishlab chiqarishni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tibbiyot va biotexnologiya yo'nalishidagi kasblar ham kelajakda muhim bo'ladi. Bioinjenerlar va zamonaviy tibbiyot mutaxassislari yangi davolash usullarini ishlab chiqib, inson salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi. Ekologiya va energetika sohasida esa atrof muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bilan bog'liq kasblar dolzarb bo'lib bormoqda. Kelajak kasblarining muhim xususiyati shundaki, ular yuqori bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Ayniqsa matematika, informatika, chet tillarni bilish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlik katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, doimiy o'rganish, yangiliklarni moslashish va jamoada ishlash qobiliyati ham zarur hisoblanadi. Yoshlar kelajak kasblarga tayyorlanish uchun hozirdanoq bilim olishlari, o'z qiziqishlarini aniqlashlari, zamonaviy texnologiyalarni o'rganishlari va maqsad sari intilishlari kerak. Chunki kasb tanlash inson hayotidagi eng muhim qarorlardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, kelajak kasblari insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo'lib, ular hayotni yengillashtiradi, iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi va yangi imkoniyatlar yaratadi. Har bir yosh zamonaviy bilimlarni egallab, o'z ustida ishlasa, kelajak kasblarida muvaffaqiyatga erishishi mumkin.